Ko'pchilikni qiynayotgan imtihonda yangi qo'shilgan savol, ushbu savol nima uchun ko'k avtomobil qoidani buzmayapti degan savol. Aholi yashash joyini qayerdan bilyapmiz desa mana. Hozirda ko'pchilikning iltimosiga binoan ushbu savollarni to'liq izohini yoritib bering deganligi uchun men sizlarga YouTube sahifamda ushbu savollarni yoritib berishga qaror qildim. Quyidagi savollarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni 718 va 327 yo'l belgilarini bilish orqali siz quyidagi savollarni topishingiz mumkin. Ya'ni 327 yo'l belgisi to'xtash taqiqlangan va hududni bildiruvchi belgi bo'lib, bu to'xtash va to'xtab turishni taqiqlaydi. Ushbu belgi o'rnatilgan joydan kuchga kiradi yoki qo'shimcha axborot 718 yo'l belgisi o'rnatilsa, ushbu belgini nogironligi bor transport vositalariga daxli yo'q degan ma'noni bildiradi. Ya'ni izohlarda ko'rib chiqamiz. To'xtash taqiqlangan serqatnov yo'llarda transport vositalarini uzluksiz harakati yuqori darajada ta'mirlash uchun ushbu belgi o'rnatiladi. Hop. 718 yo'l belgisi esa nogironi bor shaxslarni harakatiga to'sqinlik qilmaslik uchun 718 belgisi o'rnatiladi. Ikkalasini birgalikdagi qo'llanilgan ma'nosi to'xtash taqiqlaydi. Nogironi bor shaxslar bu belgi daxli yo'q degan ma'noni bildiradi. Ikkalasi birga qo'llanilganda. Ya'ni quyidagi savollar buni bu ma'nosini tushunib quyidagi savollarni yechishingiz mumkin. Birinchi savol. Ushbu belgi amal qilish hududida nogiron taniqli belgisi avtomobillarga to'xtasa ruxsat beriladimi? Hop, albatta ruxsat beriladi. Bu asos 327 yo'l belgisi 718 yo'l belgisi bilan birga qo'llanilyapti. To'xtash taqiqlaydi. Nogironi bor transport vositalari bu belgining daxli yo'q. Ya'ni ruxsat etiladi. Keyingi savol. Qaysi avtomobil uchun bu belgi ta'sir oralig'ida to'xtashga ruxsat etiladi? Ushbu ikkita transport nogironi bor transport vositalariga bu joyga daxli yo'q. To'xtasa bemalol bo'laveradi. Ya'ni ushbu belgining daxli yo'q. Endi sariq avtomobil nogironi bor ekan, taniqli belgisi turibdi. Shu transport vosita to'xtasa bemalol ruxsat etilgan. Qizil avtomobilimizda hech qanday taniqli belgisi yo'q. Shu transportga daxli bor. Ya'ni ruxsat beradi desa, nogironi bor transport vositasi. To'g'ri javob F4 da qo'llanilgan. Keyingi savol. Qaysi avtomobil to'xtash qoidasini buzyapti dedi. Bu joyda ikkala transport vositasi ham buzyapti. Oldingi savolda sariq avtomobilda nogiron taniqli belgisi bor edi. Bu joyda ikkala transportda ham nogiron taniqli belgisi yo'qligi uchun bu belgini ikkala transport vositasiga ham daxli bor. Hop, ko'pchilikni qiynayotgan imtihonda yangi qo'shilgan savol, ushbu savol qaysi avtomobil haydovchi aholi punktlarida to'xtash qoidasini buzmoqda desa, ko'pchilik ko'k avtomobil buzmoqda deb belgilayapti. Bu holatda sizlarga tushuncha beraman. Ko'pchilik qiynayapti ekan, ya'ni ko'pchilik bizga izohlarda yozyapti, ushbu savolni tushuntirib bering, shu savolni. Bu savol oddiy. Ya'ni ko'rib turibsizlar, 327 718 yo'l belgisi bilan birga qo'llanilyapti. Demak, bu joyda to'xtash taqiqlaydi. Nogironi bor shaxslarga daxli yo'qmi bu belgini? Demak, sariq avtomobil to'xtasa bo'ladi. Ushbu belgi faqat o'rnatilgan yo'nalishga ta'sir qiladi. Ko'pchilikni imtihonda yangi qo'shilgan savol qiynayapti. Ya'ni qaysi transport vositasi haydovchisi aholi punktlarida to'xtash qoidasini buzmoqda desa, ko'pchilik ko'k avtomobil buzmoqda deb xato belgilab chiqyapti. Bu savolni javobi hech kim buzmayapti. Buni izohlarda tushuntirib beraman hozir video orqali. 327 718 yo'l belgisi bilan qo'llanilsa, bu belgi to'xtashni va to'xtab turishni taqiqlaydi, lekin nogironi bor transport vositalariga bu belgining daxli yo'q. Endi bu joyda nogironi bor sariq avtomobil to'xtasa bo'ladi. Belgini ta'siri shu yo'nalishga ta'sir qiladi. Nima uchun ko'k avtomobil qoidani buzmayapti degan savol izohni ko'rib chiqamiz. Ya'ni qoidani ko'rib chiqamiz. Aholi punktlarida o'rtada tramvay yo'li bo'lmagan, har yo'nalishda bittadan tasma bo'lgan yo'llarda aholi yashash joylarida. Aholi yashash joyini qayerdan bilyapmiz desa, mana Bo'zsuv 522 yo'l belgisidan bilyapmiz aholi yashash joyligini. Demak, bu transport vositaga yo'lning chap tomonida ham to'xtashga ruxsat beradi. Agar transport yuqoridan transport keladigan bo'ladigan bo'lsa, quyidagi holatda o'tib ketishi mumkin. Ushbu savollarni qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qildik. Hop, keyingi shunga o'xshagan qiziqarli savollar bo'lsa, bizni kommentariyaga yozishingiz mumkin yoki keyingi videolarimizda shunga o'xshagan savollarni sizga yoritib berishga harakat qilamiz. Ushbu videolarni qo'lga kiritish uchun yoki birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.